2025-yil 26-aprel sanasida Royal Tiago mana bog'damiz. Sizlarga kiloslarni har birini mana qo'yib boramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib ketishni unutmanglar. Agar bizga podpiska bo'lib, obuna bo'lsalaring, shunaqangi qiziq videolarni mana sizlarga qo'yib boramiz. Mana bu Royal Tiago kilosimiz. Mana biror dona qo'shag'i yo'q. Bu qo'shaq bo'lmaydi bu gilosda. Mana uzoqdan ham sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana bu xolasa bir hafta uzog'i 10 kunda mana terim jarayonlarini sizlarga qo'yib boramiz. Ranglari oqarishib, mana bu yonidagi tuplari hosilda juda ham ko'p oldi bu yil. Bu o'zini o'zi chaynatadi. Bunga chaynatuvchi shart bas. Xohlasa kuzgi mavsumga ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Kimga ko'chatlardan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu lentalardan osib qo'yganmiz. Mana bu lentalar nima uchun gilos bog'larga tortiladi? Kim bilsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Agar kim to'g'ri topsa, kuzga xudo xolasa shu Royal Tiago'ni ko'chatlaridan bonus qilib beramiz.